Babaylarning sardori, kampirimizning xaridori, salom salom qiladi, ibo bilan egiladi. Belimde grijam var, ilgilenmeyim. Bo'yningizda grijingiz yo'qmi? So'ziling hech. Salom salom qiladi, ibo bilan so'zladi. Qabul aylang xo'jayin jonlari, sizga salom yor. Dadangni uylantirib yaxshi qilibsan. Rahmat. Saqqallari soydayin, qorni katta boydayin. Salom salom qiladi, ibo bilan egiladi. Qabul aylang kuyov jo'rasi, sizga salom yor. Rahmat bolam. Rahmat. Cintira oldu yigitim, oppoq damasim sotib. Endi saharlar bezovta bo'laman, tiringda da suv deb uyg'otib. Ovozni qara. Bilketta rabbiga intizor. Uyimiz ham Bollywood battle bo'lib ketibdi-da. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Ha, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Bu meni ukam, endi biz bilan birga yashaydi. Ha, uyda bitta oshiqcha kravat bor, xolasi. Unda ham o'g'lim yotadi. Nima? Ikkitagina ukamni sig'dirmayapsizmi uyga? Ya dada, men palosda ham yotaveraman. Unaqa qilmang. Men ko'chada paydo bo'lib qoldim. Men haydavordim dedim. Dadam haydavordimi? Dadang haydavordimi? Ha, dadam haydavordimi? Yoshligida qizlarni bizani chopardi. Hech o'g'lini chopadi deb o'ylamagandim. Ashnaqa qilib qo'ydi-da. Xo'p, yur. Qayerga? G'o'zapoy yomg'irda qolmasin, tashshor. To'g'ri, men hozirgina ko'chada qoldim. Dadam ko'cha haydavordi. Yomg'ir yog'yotibdi. G'o'zapoy tashlashmoqchi bo'lyapsiz. Bir vijdon degan, inson qadri degan narsani bir his qilasizmi, yo'qmi? Abetga osh. Ketdi. Deng.